Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasi İstanbuldagi bir mehmonxonada o'tkazilgan faoliyatda pastkashlik bilan faoliyatga qatnashuvchilarga Sharq Turkiston va islomga haqorat qilgan bir tashviqot kitobchasi tarqatgan. Xitoy elchixonasi Turkiya parlament a'zolari, siyosiylar, ommaviy tashkilot vakillari, muxbir va akademiklar qatnashgan kutib olish faoliyatida tarixni burmalagan yolg'onlar bilan to'lgan 42 betlik bir kitob tarqatgan. Kitobda Sharq Turkistonning Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligi va Uyg'urlarning turklar bilan qandoshlik munosabati yo'qligi qatorliq tarixiy faktlarga zid bo'lgan qarashlar o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, oshkorlangandan keyin zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Kitobda yana Sharq Turkiston davosiga haqorat qilingan bo'lib, ko'p yerda terrorlik va asabiylik deb tasvirlangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin esa Qrim xabar agentligining ziyoratini qabul qilib, Xitoy elchixonasining yolg'onlariga raddiya berdi. U Xitoyning bu xil tashviqot orqali Uyg'urlarning tarixi va madaniyatini yo'qotib, irqiy qirg'inchilikni to'solg'usiz elib berishga uringanligini ta'kidladi. Yana bir tarafdan Turkiya Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu'nun bu yil 2-nji ayda Uyg'urlar haqida so'ralgan bir savolga Uyg'urlar albatta turkdir. Biz ularga zo'rlab turkcha o'rgatmadik. Ular bizdan texmi yaxshi turkcha biladi deganligi o'tirg'i chiqdi. Sobiq Amerika prezidenti va Demokratchilar partiyasining prezident nomzodi Joe Biden Xitoyning lagerlarda 1 milliondan ortiq kishini qamab qo'yishining aqliga sig'maydiganligini va buningga qarshi ekanligini bildirdi. Joe Biden Uyg'urlar haqida Xitoyning g'arbida 1 milliondan ortiq Uyg'urlarning majburiy tutib turilishi to'g'ri emas. Prezident nomzodi bo'lish sifatim bilan rayondagi yig'ilish lagerlariga qarshi ba'zi shaxs va shirkatlarni bu qo'rqinchli zulmga mas'ul deb qarayman dedi. Amerika prezident saylami yaqinlashayotgan bir paytda Amerikalik musulmonlarga qilinayotgan saylam tashviqoti jarayonida tunji qatim bir siyosiy partiya nomzodining Uyg'ur masalasini tilga olishi diqqatni tortdi. Yaqında Amerika prezidenti Donald Trump Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuniga imzo qo'yish orqali Uyg'ur masalasini Amerikada yana bir baldoq yuqori ko'targan edi. Angliya Xitoyning Hong Kongdagi yangi bexatarlik qonuniga norozilik bildirish uchun Hong Kong aholilarining Angliya fuqaroligiga o'tishiga yo'l ochdi. Baş minister Boris Johnson Avam palatasida qilgan so'zida Hong Kongda yo'lga qo'yilgan yangi bexatarlik qonunining Xitoy Angliya birlashma xitobnomasiga xilof ekanligini aytdi. Johnson bu qonunning Hong Kongning yuqori avtonomiya huquqiga daxl tarz qilganligini tilga olib mundaq dedi. Agar Xitoy bu yo'lni davomlashtirsa, biz Angliyaning chet el zaminidagi fuqarolik salohiyatiga ega kishilarning Angliyada yashash va ishlashiga va oxirida fuqarolik iltimos qilishiga yangi yo'l ochadiganligimizni aytgan edik. Hozir biz shunday qilamiz dedi. Buningga asosan bu orol Xitoyga qaytarilgan 1997-yildan burun tug'ilgan taxminan 3 million Hong Konglikning viza cheklamasiga uchirmasdan Angliyada 5 yil turish va ishlash huquqi bo'ladi. Bu mezgilning oxirida Hong Kong fuqarolari Angliya davlat tavalligiga iltimos qilsa bo'ladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Hong Kong alayda ma'mur rayonida yo'lga qo'yilgan Xitoy hukumatining davlat bexatarlik qonunining rayonda qonun bilan boshqarilishini oxirlashtirganligini va buning barliq davlatlarga qilingan haqorat ekanligini ta'kidladi. Pompeo ministerlik binosida axborotga bergan bayonotida Xitoyning Hong Kong siyosatiga kuchli inkas qaytardi. Hong Kongning dunyodagi eng tinch, keng va hayotda kuchga to'lgan shaharlarning biri ekanligini, lekin hozir Xitoy kompartiyasi hokimiyati ostidagi bir shaharga aylanganligini ko'rsatib turib, Pompeo yana mundaq dedi. Hong Kongni qonun bilan idora qilish Xitoy kompartiyasi tarafidan o'ltirilmoqda. Bu kishini hayron qoldiradigan bir ahvol. Shundaqla barliq davlatlarga qilingan haqorat. Biz prezident Trumpning Hong Kongning alayda o'rnini inkor qilish haqidagi ko'rsatmasiga davomli amal qilamiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Savdo va taraqqiyot yig'ini yaqinqi 4 oy ichida Xitoy virus keltirib chiqargan iqtisodning chekinishi sababidan dunyo sayohat kasbining bu yil 1 trillion 200 milliard dollar ziyon tortishi mumkinligini e'lon qildi.
Mazkur organ tarafidan e'lon qilingan dokladda Xitoy virus keltirib chiqargan Wuhan virusining dunyo miqyosida sayohatchilikka ko'rsatadigan ta'sirini baholagan. Dokladda dunyo sayohat kasbining martdan buyongi yuqum sababidan kelib chiqqan iqtisodning chekinishi sababidan 2020 yili 1 trillion 200 milliard dollar ziyon tortadiganligi o'ttirg'a qo'yilgan bo'lib, bu yer shari umumiy ishlab chiqarish umumiy qimmatining 1.5% ga to'g'ri keladi. Dokladda ogohlantirib mundaq deyildi. Agar xalqaro sayohatchilikning to'xtab qolishi 8 oy davomlashsa, bu sohadagi ziyni 2 trillion 200 milliard dollarga yetishi mumkin.